Konservatoriyada o'qiydigan qizning bir kuni. Har doimgidek podyom soat 7 da. Odatda bizning darslarimiz 9 va 10:30 da boshlangani uchun bamayli xotir tayyorlanaman. Vaqtdan unumli foydalangan holda shu vaqt ichida kunlik qiladigan make-upimga tutorial oldim. Videosi allaqachon profilimda bor va har kuni uydan universitetga bag'ri keng bo'lgan transportimda yetib boraman. Bugun param 10:30 da boshlanadi, ammo o'rtog'im bilan darslarga tayyorlanish uchun universitetga sal vaqtliroq keldim. Ko'rib turganingizdek, bugungi bo'ladigan seminarga men astoydil tayyorlanmoqman. Va albatta men qanchalik vaqtli turmay, uyda nonushta qilib olishga ulgurmayman. Birinchi ikkita param bu O'zbekiston yangi tarixi hamda jaz musiqa tarixi edi. Ana endi kunning eng yoqimli qismi bu bizda obed. Va albatta namunali talabalar kabi biz bo'sh vaqtda kelayotgan solfejo darsiga tayyorgarlik ko'rdik. O'zi qanchalik solfejo, garmoniya degan narsalar muhim desangiz, meni tushuncham bo'yicha oddiy tilda sizga solfejo bu ona tili hamda garmoniya bu musiqada oliy matematika rolini o'ynaydi deya olaman. Bu qoida hech qayerda yozilmagan, lekin o'zimning tilimda sizga tushuntirib berishga harakat qildim. Aynan vlog olgan kuni bugun havo tumanli ekan deb yurgandim, lekin uyga borib yangiliklarni ochib qarasam, bu havo ifloslanishi ekan. To'g'risi qo'rqinchli vaziyat va bugungi oxirgi lokatsiya bu lava edi. Misol uchun bir xil odamlar yaxshi joyda ovqatlanishdan maza qilsa, men esa kiyim olishdan maza qilaman. Qishki sezon uchun olgan narsalarimni unpacking profilimda bor. Shu sababli menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.